Yo, hammaga assalomu alaykum. Qarovchi jigarlar, O'zbekiston bilan Portugaliyani o'yinini ko'rdinglar. Endi 5-0 hisoblarni ko'rib, sizlar kayfiyatinglar tushib, siqilib yurgan bo'lsanglar kerak. Endi mana shu kayfiyatinglar tushgan payt, siqilgan paytlar sizlarni kayfiyatlarini ko'tarish uchun video chiqargan odam har doim to'tsami, for proud, mashattaman jigarlar. Xullas do'stlar, hali O'zbekistonda hech kim qilmagan ishni va bundan keyin ham qilishi juda ham qiyin bo'lgan ishni qilib qo'ydim. Ya'ni akkauntlarga sizlar pul yig'ib, akkauntlarga almashlashib, qanaqadir emotsiyalar, nabonlarni olib yurardinglar-ku. Endi umuman olishinglar shart emas. Bularning hammasini sizlar tekinga olasizlar. Tekinga naborlar, tekinga emotsiyalar, tekinga skilllar va tekinga almazlar. Xullas, mana shu videoni sizlar boshidan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsanglar, albatta hammasini tushuntirib o'taman. Sizlar videoni ko'rishda davom etinglar. Do'stlar, sizlar tekinga almas ishlash uchun sizlar birinchi bo'lib Telegramga qidiruv bo'limiga kiramiz va mana shu joyga sizlar mana for proud pastki chiziqcha 7 deb qidirasizlar va mana shu joyda mana shu Telegram kanalim chiqadi. Mana shu 5 ta bayroq rasm bor, for proud 7 deb yozilgan va mana shu Telegram kanalimizga obuna bo'lamiz va mana shu tepadagi mana kanalimizni profilini bosamiz va mana shu yerda qaranglar. Xushxabar for proud team, free fire yangiliklar, turnirlar va maxsus kontent deb yozilgan va eng oxirida tekin almas ishlash degan bo'lim bor, yozib qo'yamiz. Xuddi mana shu yerda tak bepul olov bot deb yozilgan. O'sha bepul olov ustiga bosamiz va sizlar mana shu yerga botga kirgizadi. Xo'sh, mana profillarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu bot. Shu botga kirganlardan keyin sizlar mana shu yerda pastda start tugmasi bor. Start tugmasini bosamiz. Start tugmasini bosamiz. Keyin bizga ikkita kanal chiqaradi. Biz ikkita kanalga hoppa, shunda kiramiz, podpiska bosamiz. Keyin bitta orqaga qaytamiz, xolos. Bitta orqaga qaytamiz, короче, yana bu yerga qaytamiz. Ikkinchi kanal turibdi, ikkinchi kanalga ham obuna bo'lamiz. Keyin bo'ldi. Keyin pastda tekshirish tugmasi bor. Tekshirishni bosamiz. Keyin obuna tasdiqlandi, davom etamiz. Xullas, kapcha ochish degan bor pastda. Kapcha ochish deganda bo'lsam, bu ya'ni hech qanaqa qo'rqinchli narsa emas. Bu sizlarni mana shu botdan foydalanayotgan odam botmi, bot emasmi yoki oddiy odammi, rostdan odammi yoki bot emas, qanaqadir hacker emasmi, shuni tekshirish uchun qilingan narsa. Xullas, mana shu kapchani ochishni bosamiz va запустить deb bosamiz. Keyin mana shu joyda tak, sal pastga tushsak 7 ga 5 ni qo'shsak necha bo'ladi degan savol turibdi. Misol uchun, bu yerda har xil tenglama mana shunaqa plyus ayruv qanaqadir xullas mana shunaqa masala bo'ladi va o'shani javobini biz pastdan tanlashimiz kerak. 7 ga 5 ni qo'shsak 12 bo'ladi. 12 ni ustiga bosamiz. To'g'ri. Muvaffaqiyatli kapchadan o'tdingiz. Salom deb quyidagi menyulardan tanlang deb. Xullas, muvaffaqiyatli biz ro'yxatdan o'tib oldik va mana shu yerda botimizdan foydalansak bo'ladi. Xullas, qaranglar. Sizlar hozir tekin almashlash sizlarga o'rgataman. Xullas, bu juda oson narsa. Avval sizlarga tekin almas ishlab turib yiqqan almasimizga sizlar nimalar osonlik bo'ladi, sizlarga bitta ko'rsatib ketay. Eng qulay narsalardan birini ko'rsatib kelaman. Sizlar qaranglar, mana shu joyda pastga tushsanglar, o'yin do'koni degan joy bor, menyusida o'yin do'konini bossanglar, qaranglar. Hoppa. To'g'ridan to'g'ri yechish bor, almas to'g'ri yecha olsanglar bo'ladi bu yerda. Naborlar bor va emotsiyalar va skilllar bor, bolalar. Sizlar naborlarni ustiga bossanglar, mana shu yerda turib qaranglar. Hoppa. Mana shu nabor misol uchun Free Fire'da 1000 almasmi 999 almas turadi. Bu yerda esa 945 ta almasga sizlar arzonga sotib olsanglar bo'ladi. Xullas, Free Fire'dagi qaraganda bu joyda arzonroq bo'ladi. Emotsiyalarga o'tsak, emotsiyalar ham mana shunaqa har xil emotsiyalar bor. Короче, bu yerda 7 ta nabor bor, 9 ta emotsiya va stenka va skilllarga o'tadigan. Stenka skill o'tsa, mana shu yerda mana shunaqa stenkalar bor. Xullas, mana shu yerdan sizlar sotib olishni bosib turib, almaslarga yetib turgan bo'lsa, sizlar shunaqa 450 ta almas bo'lsa, ustiga bosamiz, sotib olishni bosamiz, bas, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Keyin bitta orqaga qaytamiz, xullas. Keyin sizlar mana shunaqa almaslarni tekinga ikkita yo'l bilan ishlasanglar bo'ladi. Birinchisi bu almas ishlash bo'limi bor. Almas ishlash ustiga bosamiz va bizga mana shunaqa silka beradi. Mana do'stlarga ulashish degan pastda turibdi. Xullas, sizlar mana shu pastdagi do'stlarga ulashish tugmasini bosib, mana shu silkani do'stlarga jo'natasizlar va mana shu botga ular ham sizga o'xshab mana shu botga kiritirib startda bosib, o'sha haligi tenglamani yechib, ro'yxatdan o'tsa, kanalga obuna bo'lsa, bizga almas beradi. Ya'ni bitta do'stimiz taklif qilsak, 8 almas beradi. Sizlar Free Fire do'stlarga shunda tashlaysiz, u botga kiradi, almas ishlash boshlaydi va sizlarga uni kirgandan bizga plyus berib turadi xullas. Sizlar do'stlarga chaqirib shunaqa almas ishlasanglar bo'ladi. Keyingi ikkinchi yo'li, xo'sh, bizning menyumizda qaranglar. Spin degan bo'lim bor. Spin bo'limiga kiramiz, spinni bitta bosamiz. Keyin qaranglar, spin tizimi. Xullas, bepul spinlar bitta bor. Har kuni bittadan spin berib turadi, bepul bitta skin. Xo'sh, pullik spinlar ikkita, har biri 5 ta almasdan deyapti xullas. Bonus spin esa bitta ekan. Xullas, hozir sizning balansingiz 0 ta almas. Xullas, biz alma bonus spin sotib olamiz. Sizlar mana shu yerda tekinga spin aylantirsangiz bo'ladi. Misol uchun mana tipi ruletka xullas. Spin kirishni bosamiz. Keyin bepul sinash bitta spin. Mana bizning bepul spinimiz bor. Bepul spin bosamiz.
Keyin mana shu spinga qaraylik. Tak, aylanadi. Keyin bizga aylanib tabriklaymiz sizga. Siz yutib oldingiz 3 ta olmos deyapti. Bizga 3 ta olmos tushdi. Bu joyda 3 ta olmosdan sizlar 100 olmosgacha bemalol olsanglar bo'ladi. 100 ta olmos, 3 olmos, 15 olmos, 5 olmos, 10 olmos, 30 olmos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 olmosgacha olsanglar bo'ladi. 100 emas, to'g'riroq 110 gacha adashmasam. Tak, bizda hozir balansimizda o'sha 3 olmos bor. Sizlar har kuni qilib mashq qilib do'stlardan taklif qilib, keyin turib mashq spinlardan, tekin spinlardan ishlab olsanglar bo'ladi. Xolos sizlar spin sotib olsanglar ham bo'ladi, omadingizda. Xo'sh, keyingi bizning bo'limimizga qaranglar. Bizning botimizning asosiy bo'limlaridan biri bu sizlarga juda ham muhim narsa, bu telefonga настройка. So'ngchi обновление Free Fire'da o'zi yangilanish bo'ldi 1 kun 2 kun avval. Mana shu yangilanishdan keyin sizlar telefoningizda otyapsizlar, hojat uchmayapti yoki telefonlar qotib ketyapti yoki qanaqadir muammolar bo'lyapti xolos. Free Fire tashavvurga kelyapti, hojat bera olmasa. Xolos telefon настройкаga o'tamizda. Keyin mana shu yerda telefonga mos Free Fire tozalamalar. Xolos mana shu yerda bizga mana короче, mana shu sensitiv bor-ku, Free Fire o'shaqani beradi va dipay beradi, bizga otish tugmasini beradi, like-ni kamaytirish bo'yicha maslahatlar beradi va 350 plus 350 telefondan modeli 350 tadan ortiq telefon modellari uchun настройка bor deb yozilgan, lekin bu joyda 500-600 telefonga настройка bor. Bemalol 500-600 telefonga настройка olsanglar bo'ladi. Xullas, biz mana shu joyga telefonimiz nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Biz telefonimiz nomini yozayotgan paytimizda juda ham aniq yozishimiz kerak bo'ladi. Agar sizlar xato yozsanglar, telefoningizga настройка chiqarmay qoladi. Bu joyda juda ham aniq hamma narsaga e'tibor berib qaraladi, короче, botimizda. Shuning uchun hech bir harfini ham, bitta nuqtasini ham, sonini ham xatosiz yozinglar. Misol uchun men hozir yozaman, tak, menga misol uchun Redmi Note 13 ga menga настройка kerak. Redmi Note 13 deb yozdim, telefon xatosiz yozdim, mana. Tak, yuboramiz. Ikkimizning qurilma darajasi o'rtacha deb chiqaryapti, настройка beryapti, qaranglar. General обзорga 124 klasslar, Red Dot'da 113 klasslar, xullas mana shu yerda настройка beryapti, otating knopka, dipay hammasi bor. Mana shu yerda to'g'ri yozishlar kerak bo'ldi, xullas telefon nomini 500 tadan 500-600 ta telefonga настройка bor deyapti. Xullas menyuni bosamiz, orqaga qaytamiz. Sizlarga yana bitta narsa bor. Xullas, sizlar mana shu joydan yana pastga tushsanglar, YouTuberlar xizmati bor. YouTuberlar xizmatiga o'tsak, qaranglar deyapti. Mening buyurtmalarim, xizmatlar ro'yxati bor. Xizmatlar ro'yxatini bosamiz va mana shu joyda sizlar bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu joyda 8 ta narsa bor YouTuberlar bo'limimizda. Bizning Tor X Tor GT Sport qarshi o'ynash, ya'ni bizning gilamiz bilan qarshi o'ynash, keyin kengizga o'tkazsak, streamda 1 soat o'ynash, men bilan birga streamda o'ynasanglar bo'ladi. Narxlar yozilgan, xullas tekinga ishlagan almazligi, bularni sotib olsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Bizning botimizda mana shu imkoniyat bor, bolalar. Sizlar botimizdan tekinga almashisizlar, xohlasanglar skinga, xohlasanglar emotsiya, xohlasanglar skin, xohlasanglar nabor, xohlasanglar mana druziyam qo'shilingiz bo'ladi. Xohlasanglar streamda men bilan birga o'ynasanglar bo'ladi. Mana shu tekinga ishlayotgan almazlardan evaziga xolos akkauntingizni chiqarib olsanglar bo'ladi. Xolos bolalar, bu botda foydalanmasanglar bilmadim endi. Mana shu yerda короче ko'rib ketsanglar bo'ladi. Har xil narsalar bor. Akkaunt obzor qilish, for profit, druziyasiga qo'shilish, mana druziyam qo'shilish ham bor. 8 narsa bor xo'jalar YouTube'lar bo'limida ko'rib ketsanglar bo'ladi. Keyin botga kirib, xullas keyin yana bitta bo'lim bor, sherik topish bo'limi. Sherik topish bo'limini bosamiz. Keyin mana shu yerda sherik qidirish, e'lon berish, mening pasportim degan bo'limlar bor. Sizlar sherik qidirish bo'limini bosib turib, o'zingizga sherik qidirsanglar bo'ladi. Misol uchun, qaranglar. Sherik qidirish bo'limini bosganimizdan keyin, qaranglar. Hozircha e'lonlar yo'q. Kimdir e'lon beradigan bo'lsa, hozir botimiz kirib turib, odamlar kirib, o'shaqa e'lon bergandan keyin bu joyda chiqarib beradi e'lonlar bo'lsa. Tak, e'lon berishni bossak, misol uchun bizga sherik kerak. Biz odam qidirishni boshlaymiz. Biri ranket, ranket, ultimatum bor. Misol uchun men ultimatum o'ynamoqchiman kim bilandir yoki birga bir o'ynamoqchiman yoki u bilan ikkita bo'lib turib kim bilan qarshi o'ynamoqchiman. Ultimatum tanladim. Misol uchun mana e'loningiz joylandi va sherik chiqsa sizga xabar beramiz. Xullas, kimdir mashaqqa sherik qidirish bo'limiga bossa, e'loni mana turadi va meni qabul qilsa, menga короче signal keladi. Day birga o'yinimizda mana shunaqa ID'sini yozib qo'ygan bo'ladi. Keyin men unga durust tashab o'zbek odamlardan xullas birgalikda o'ynaysak bo'ladi, bolalar. Sizlar misol uchun zerikib o'tiribsizlar-da, keyin kim bilandir gaplashib o'ynagili kelyapti. Misol uchun qiz bola yoki o'g'il bola keraksiligi. Mana shu sherik topish bo'limiga kiramizda, mana shu yerdan sizlar odamlarni, o'zbek odamlarni qidirib olsanglar bo'ladi. Mana shu yerda mikrofoni bormi, mikrofoni yo'qmi, hammasini bemalol tanlab tekshirib olsanglar bo'ladi. O'zingizga yoqqan odam bilan o'ynayverasizlar. Xullas, bemalol sizlar botimizdan foydalaninglar. Mana shu katta imkoniyat bor, bolalar, foydalanmasanglar bilmadim endi. Keyin bizani xullas qaranglar, yana bitta bo'lim bor. Qaranglar, yana bitta botda shuncha narsa bor, shuncha narsa bor. Foydalanmasanglar bo'lmaydi. Yana bitta sun'iy intellekt bo'limi bor. Sun'iy intellekt bo'limiga kirsanglar, sizlar xullas mana shu joyda mana bosamiz.
AI bilan suhbat, personaj ovozida AI nickname yaratish. O'zligini chiroyli qilib nickname yasatib olsanglar ham bo'ladi. Misol uchun nickname yasayotgan payti o'rtasidan ochaverasizlar. O'rtasidan ochib berish mumkin yoki har xil naqshlar bilan yasab berish mumkin. Keyin AI bilan suhbatlar, AI bilan suhbat ichiga kirib sizlar telefoninglar qotayotgan bo'lsa, telefonlarda qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, Free Fire ichida sizga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, xolos qanaqa yordam kerak bo'lsa, mana shu AI bilan suhbat qilib, sizlar o'shanga savol berib, bemalol savollarga javob olsanglar bo'ladi. Xullas, bitta orqaga qaytamiz va mana shu botimizga kirib, sizlar bemalol ishlatinglar, jiyanlar, botimizni. Xullas, jiyanlar, bilmadim, O'zbekistonda bunaqa bot yaratilmagan hali, hech kim yaratilmagan, hech kim yaratmagan. Men Free Fire podashkasi kiryapman, tekinga almas olyapman, 50 mingta, tak yana bir marta 50 mingta oldim, undan keyin yana bitta 50 mingta oldim, 67 mingta almasimiz turibdi akkauntimizda. Xullas, mana shu akkauntdagi almaslar hammasi sizlar uchun ketadi. Bola, sizlar mana shu botimizdan tekinga almashtirib, akkauntingizni chiqarasizlar, xohlasanglar mana shu skilllarni olasizlar, men sizlarga o'zim qadar qilib tashlayb beraman Free Firedan. Xohlasanglar mana shu YouTuberlar xizmatlarini men bilan birga o'ynaysizlar, bo'lasiz, kimga druzim qo'shilsanglar bo'ladi. Jiyalar, bu botdan iltimos sizlardan foydalaninglar, shali. Jiyalar, bu O'zbekistonda bunaqa botmagan, bunaqa botdan foydalanmasanglar, jiyalar gunoh bo'lsa kerak endi bilmadim. Jiyalar, bu botdan foydalaninglar xolos. Xolos, mana shu botdan almaslarni chiqarib olmoqchisizlar, yig'inglar akkauntlarga yoki podarka olmoqchisizlar, xolos. Bu botga men o'zim javob beraman. Almas chiqarmoqchi bo'lsanglar ham, qanaqadir podarkani olmoqchi bo'lsanglar ham, druzimga qo'shilmoqchi bo'lsanglar ham, xolos, nima kerak bo'lsa hammasiga o'zim javob beraman jiyalar. Menga Telegramdan mana shu botga kirib turib, xolos ishlatsanglar, almas yig'sanglar bo'ldi. Yana botimizni kutib qolamiz. Botimizdan sssilkasi mana shu videomizning opsiyasida ham bo'ladi. Davay, botga